bolangiz boshqa bolaga nisbatan sog'lom o'sishini xohlasangiz, shu 5 ta vitaminni doimiy ichirib yuring. Birinchisi vitamin D, bu raxit kasalligi profilaktikasiga ichiriladi. Undan tashqari suyuqlarni yaxshi o'sishida, tishlarni mustahkam bo'lishida, sochlari qalin, baquvvat bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Ikkinchisi magniy. Jadal o'sayotgan organizm har kuni magniy qabul qilishi kerak. Bu mushaklarini va asab sistemasini joyiga tushiradi. Uchinchisi bu omega 3 yog'lari. Bu bizning bolajonlarimizda xotirani yaxshilaydi, diqqatni jamlaydi, aqliy rivojlanishni yaxshilaydi. To'rtinchisi yod preparatlari. Buni faqat qalqonsimon bez funksiyasini yaxshilash uchun, balki hujayralar bo'linishida har bitta hujayra uchun yod zarur. Beshinchisi bu probiotiklar. Bular bizda moddalar almashinuvini bir me'yorda ushlab turadi, shirinlikka bo'lgan o'chlikni kamaytiradi, allergiyani pasaytiradi va ichinglarda B guruhi vitaminlar ishlab chiqarilishini ta'minlab beradi. Yanada foydali ma'lumotlarni olish uchun meni sahifamga obuna bo'ling.